Assalomu alaykum, hurmatli professor Abdumajid Madrahimov kanali muxlislari. Sizlarni Hayit bayrami bilan samimiy tabriklayman, eng ezgu istaklar bildiraman. Endi bu bayram arafasida yaqin akam Abduqahhor aka vafot etdilar Andijonda. O'sha kunlari men bora olmadim. Aytdim, men Hayitda boraman. Undan avvalroq 14 fevral Zahid Muhammad Bobur tavalludi munosabati bilan Andijonda Bobur ensiklopediyasini yaratuvchilar guruh tarkibida bo'ldim va o'sha kunilar Toshkentga qaytdik. Mani qarindoshlarim biroz mendan xafa bo'lishibdi, kutishgan ekan ular uchrashuvni. Aytdim, men Hayitda bo'laman. Shuning uchun men Hayit arafasida vokzalga chiqib poyezd va bilet borligini so'radim. Poyezdlar bor ekan bir nechta. Endi menga ma'qul keladigan topdim. Kechqurun soat 6da ketib, kechasi 12da borar ekan. Men aytdim, shu poyezd menga ma'qul, bilet bormi desin, VIP bilet bor dedi. VIP bilet nechi pul desin, 500 nechi ming dedi. Men aytdim, andijonliklar ham boy bo'lib ketibdi-da, bu 500 minglik nima. Endi 500 ming biz O'zbekistonda katta pul deb o'ylayapmiz. Jahon miqyosida katta pul emas, bu $50 ham emas. Zarurat bo'lganda bir 400 kilometrlik joyga borishga qimmat emas. Endi bizni eshitishimizga, ko'nikishimizga nisbatan qimmat tuyuldi. Men aytdim, yo oddiyroq bormi desam, bitta o'rin bo'lib qoldi, boring dedi. Borsam bitta o'rin bor ekanmi, bo'lgan ekanmi, 200 mingdan oldim va kechqurun o'g'limdan iltimos qildim. Yandex taksi zakaz qildi. 4,5 yo'lga chiqishga otlandim. Shu 5-15 minutda vokzalga yetib bordim. Kirib ozgina o'tirdim. Undan keyin 732 poyezd qayerdan ketadi dedim. 3-yo'lakka o'ting dedi. 3-yo'lakka o'tib borsam, poyezd yo'lda turgan ekan. Vagon oldiga boruvdik, hali ochilmagan ekan, e'lon qilmagan ekan. Ozgina kutib turinglar, hozir bo'lib qoladi dedi. Darhaqiqat 5 minut ham o'tmasdan poyezdga chiqish mumkinligi e'lon qildi. Borib 7-vagon poyezdini 28-joyda o'tirdim, joylashdim. Endi ketishdan oldin yo'l tamaduni uchun 3 ta tuxum kartoshka pishirib beringlar dedim. Ular berdi. Bir butilkada qaynatilgan suv berishdi. Andijonga yetib borishdan oldin ukamga, Rahimaxon jiyanim, Shamsiya opamni qiziga telefon qildim. Keyin uni jiyanlaridan bittasi Rahmatilla kelib qolgan ekan. Rahmatilla sizni kutib oladi dedi. Xo'p dedim, bordim. Andijonga yaqinlashgandan keyin o'sha Rahmatilla telefon qildi, men sizni oldingizga chiqaman. Keyin vokzalda Rahmatilla meni kutib oldi. Yandex chaqirdik. Keyin olib borib qo'ydi. Bu yerda dam oldik. Keyin ertalab turib tamaddi qilib nima ish qilishlari maslahatlashdik. Birinchi Abduqahhor akamni chiqazgan xonadoni ikkinchi o'g'li Karimjon turadigan. Bu Abduqahhor aka Ma'rifat opa yashagan hovli soyni yaqinidagi hovliga borib, u yerga ta'ziya bildirdik. U yerda o'sha katta qizi Munojot, ikkinchisi Navozat va boshqalar, ularning farzandlari, yaqin qarindoshlar bo'lgan ekan. Endi shu yerda Sayyor opam o'g'li Abduhalim ham keldi. Abduhalim bizga qo'shildi. Bu yerda ta'ziyamizni bildirib, Karimjonga men akamni ehsoniga mani qilsam deb o'zim
niyat qilgan narsani berdim. Keyin qabristonga o'tdik. Qabristonda ukam joy qilganni ikkinchi ko'rishim shekilli. Avval ham ko'rgandim. Qo'chqorliq qabristonida bizni ota bobolar ko'milgan ekan. O'sha yerda dadam ham ko'milgan, keyin onam buvim ko'milgan, keyin yaqinda Sayyora opamni ko'mishdi. Endi Andijonda tartibsiz har xil joyga ko'mishgan. Endi bu yerda an'ana yo'q. Mana o'sha duolarman vaqt qilsam shu onam yoniga qo'yasizlar deb turuvdim. Bu safar onamni qabrini ustiga g'ishtdan 2 qatorlik qurildirib qabr ustini belgili qilib qo'ydik, chunki yo'qolib ketadigan, odam borsa tanimaydigan darajaga tushib qolgan. Keyin Abduqodir akamni farzandlariga bu joy ma'qul kelibdi, shu yerga qo'ya qolaylik deyishibdi. Endi o'sha joy bizni oilaviy hajraga aylanadigan bo'ldi. Endi boshqasi dadam yonida amakim bor. Shu qabristonda biz katta ota bobolar Davlat xo'ja yoki Davlat hoji Turdoxon bor ekan. Keyin Davlat hojini farzandlari ko'p ekan. Men faqat dadam, amakim, Ubaydulla. Nima bu Madrahimboyni o'g'illarini bilardi. Davlat Xo'jaboyni ham o'g'illari ko'p bo'lgan ekan. Keyin endi u yerda qabristonni ziyorat qildik. Keyin katta akam Abdullahat akani uyiga bordik. Endi katta akam Abdullahat akam shu bizni oilaviy shu Madrahimboy, shu Davlat Xo'jaboyni uyini o'rnida uy qilgan. U yerda ular katta mehmonxonasi qolganda, shu mehmonxonasidan qolgan bitta katta ustuni ishlatishgan. O'sha yerga boruvdik. Endi u yerda Abdullahat akamning 2 ta qizi bor, Gulbadan bilan Navozat. Gulbadanning 2 ta farzandi bor, 2 ta o'g'il. Navozat 8 ta farzandi bor. Haligilar kelishdi. Keyin endi Abdullahat aka bilan shu Gulbadanning o'g'li birga yashashadi. Uylantirgan edi. Nabirasi ancha katta bo'lib qoldi. Shu qarindoshlar. Keyin aynan shu joyda Shomiy opamni kenja o'g'li Salohiddin o'g'illari bilan kelib qoldi. Uni o'g'illari ham katta bo'libdi. Bittasi Toshkentda o'qiyotgan ekan, bittasi Andijonda ekan. Keyin endi o'sha yerda hamma tanishlar bilan bo'ldik. Keyin ularning qo'shnisi ammamiz der edik. Ammamizni yakka yagona o'g'li bor edi. Uni oti Ibrohim, lekin uni bolaligidan usta deb atab kelganmiz. Keyin hazilkashroq, chaqroq yigit edi. Hazillashib usta buzar desak, u javob etardi, yana tuzatardi. Keyin so'rashdi, bu odamga nega usta deb nom berilgan desa, bu bolaligida o'sha nimalarni qilishni yaxshi ko'rar edi. Masalan, qumdan hali qaldirg'och uy yasaydi yosh bolalar, Andijonda shu qum suv turgan nima shunaqalar qilar edi. Shundan usta degan nom berildi. Darhaqiqat usta bo'ldi. Andijonda mashinasozlik zavodi bo'lgan. Unda urush paytida tanklar qilgan. O'sha tanklarni bir qismlarini qo'yadigan sexda ishlagan, zavodda ishlagan, faqatda usta bo'libdi. Keyin ustanikiga kirdik. U usta biz kirganimizdan xursand bo'ldi, chunki onasini urug'imiz. Xursand bo'lib, keyin onam bilan bog'liq va oilamiz bilan bog'liq 2 ta narsani aytdi. Bittasi shuki, onam yoshligida farzandlari 3 ta bo'lganda qaynonasi ular bilan shundoq qo'shni, bir devor qo'shni. Xafa bo'lib ota uyiga ketmoqchi bo'lib ketayotgan ekan. Ustani katta onasi ko'rib qolibdi-da, kelin tinchlikmi, nima gap? Bu qaynonamni uyini yelkamni chuquri ko'rsin, otanikiga ketyapman degan. To'xtang, bu yoqqa kiring. Hovliga olib kirib ketdi. Nima gap, tinchlikmi? Xafa bo'ldim ularning muomalasidan.
endi nima gap, endi gap aytsam maydalab o'sha bunaqa bo'lsa shu yerda jim o'tiring, 2-3 kun menikida turasiz, u yog'ini ko'ramiz deb. Darhaqiqat kechqurun Madrahimboy uyga kelsa, kelini yo'q. Qani kelin desa, xafa bo'lib ketib qolibdi. Keyin aytdi, otni tayyorlanglar. Endi u paytda boy odam bo'lgan. Otni tayyorladim. Ha, tinchlikmisiz? Qaramaysizlarmi, kelin xafa qilishib ketib qolgan ekan, bir qaytarib kelinglar. Keyin nima qilib, yo kelini shu yerda deb onamni qaytarib chiqargan ekan. Ikkinchi, bu ustani otasi shu ammamizni eri u yerga ichkuyov bo'lib kelgan ekan. Endi ammamni otalari biz o'sha ota urug' avlodidan bo'lgan, shularni gapirib berdi. Keyin Andijonda o'sha qatag'on bo'lganlari o'rganayotgan professor bor, katta olim Rustam Shamsiddinov. Men aytdim, bizni ota bobolar qatag'on bo'lgan, haligi quloq qilingan, ularni shunaqa professor Rustam Shamsiddinov degan olim o'rganadi desam, u odam keldi bizga, kelib o'sha qatag'on bo'lganlari, qayerlarga quloq bo'lganlari, qaysi tumanlarga, hatto Belorusiyagacha badarg'a qilinganlarini aniqlab ketdi deydi. Endi bu men uchun bilar edim. Onam bitta narsani aytar edi, darhaqiqat onamlar endi o'rta hol darajasiga tushgan, lekin nomi boy edi, katta otalari boy edi. Va dadam hatto o'sha paytda tashkil qilingan kichkina kolxozni raisi ham bo'lgan ekan. Bu kolxozni raisi degani haligi sho'roni tashkil bo'lgan tashkilot emas. Bu paytda kollektiv jamoa qilamiz, nechta bir 8 tacha xonadon yig'ib jamoa qilgan rahbar bo'lgan ekan. Endi baribir boy degan nomi bor deb ular o'sha ro'yxatga kirib nima qilishgan, uydan narsalarni, anjomlarni musodara qilganda, hatto uning ichida men onamni dutorni ham olib ketishgan ekan. Onam aytgan ekan, hamma narsani olib ketsa mayli, dutorini tashlab ketsin. Kichkina tog'am aytgan ekan, dutoringizni yangisini o'zim olib beraman. Keyin men bu qo'shnimiz Ibrohimjon aytdi, sizlarni onanglar bilan meni onam ikkalasini ham dutori bo'lgan. Keyin uyimizda qo'lyozma toshbosma kitoblar bo'lgan. Navoiy, Mashraf, Huzuli, ana shularni o'qib, ashula qilib nima bazmlar uyushtirardi. Bu men uchun yaxshi nima bo'ldi, chunki biz faqat onamiz dutor aytib ashula aytadi desa, yo'q, shu bu xonadonda an'anaviy bo'lgan ekan. Boy xonadoni qizlarga dutor olib berib, o'rgatib uyda chalishgan. Ikkinchisi, o'sha qabristonga borganda, Qo'chqorlig'otda qabristonga bor. U yerda o'sha nimalari ham qabri qo'yilgani va undan oldingilar ham o'sha yerda yotgani ma'lum bo'ldi. Va bundan keyin Abdumalikni iltimosiga binoan kelinimiz Inoyatxonni oilasida ham ta'ziya bo'lgan ekan, u yerga bordik. Keyin Shomiy opamni katta qizi Sanobarxonni turmush o'rtog'i vafot etgan ekan. Avval o'sha Sanobarxonni turmush o'rtog'ini Sanobarxonni xonadoniga borib ta'ziya bildirdik. U yerda o'sha Sanobarxonni singlisi Ibodat va uning o'g'li ham bor. Ularni ko'rdik, hamdardlik bildirdik, hayit bilan tabrikladik. Keyin o'sha Inoyatxon urug'lariga borib ta'ziya bildirib bayram bilan tabrikladik. Shundan keyin Abdumalik aytdi, men hozir ustaxonaga boramiz dedi. Abuddin bordik. Qo'ylariga qaradi. Endi aka bitta iltimos dedi. Toshkentda bitta maqola yozgin dedi. Sizni yordamingizda chiqazgan kitobdan bitta joyini oldim. Shuni ko'rib berasiz dedi. Xo'p deb bordik, kirdik, o'tirdik.
maqolani ichidan olibdi, endi familiya yo'q, boshqa yo'q. Aytdim, yo'q, maqolani bismillohsi bu odam muallifi familiyasi, ismi bo'ladi. Shu boshiga yozasiz dedim. Keyin maqolani ko'rdim. Endi maqola ichida shundoq o'zi zarur deb degan joylarni qo'ygan. Men aytdim, maqolani boshida mavzuni dolzarbligi yoziladi, keyin ozgina o'rganilishi yoziladi, keyin qolgani qolsa bo'laveradi. Keyin maqolani oxirida yana familiya qaytariladi, manzil, boshqa ma'lumotlar, telefonlar qo'yiladi va qo'l qo'yiladi deb shuni aytib berdim. Endi shu yerda ozgina tamaddi qildik. Endi ustaxonasi, ustaxona uchun viloyat hokimligi tomonidan ajratilgan joy anchagina katta. Endi Abdumalik aytyapti, bu joylardan man налог to'layman. Endi odam joyni olgandan keyin налог to'lashi bu butun dunyoda qabul qilingan ish. Bu nima emas, men aytdim, endi bu narsalarni dizayner boshqalardan chiroyli qilgan, tashqarisidan ko'rganda ham shuncha yaxshi ishlar qilyapti. Endi mani ukam yaxshi ishlar qilyapti. Shu g'ijjak sozi juda yaxshi asrlardan buyon xizmat qilib kelyapti. Faqat bitta zaif tomoni bor. Namlik bor joyda, yomg'ir bo'lgan joyda g'ijjakni terisi qop-qog'i biroz bo'shashadi. Chunki namlikdan teri havodan namni oladi. Shuning uchun u o'ylab yangi soz yaratishga harakat qildi. Miniatyuralarga qaraganda u yerda shu skripka bilan g'ijjakni orasida bo'lgan bir sozni rasmi chiqdi. Shu sozni tikladi yangitdan ustozi bilan. Keyin ko'pchilikka taqdim qilishuvdi. U ma'qul bo'ldi, chunki yog'och qopqoqlik g'ijjak nam bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham uncha o'zgarish bermas ekan. Hozir endi bu sozga bir nechta nomlari tanlagan ekan. Men aytdim, ularning ichidan g'ijjaki Boburiy degan nomni olgin. Zahirdin Muhammad Bobur shaxsi buyuk shaxs, tez mashhur bo'ladi. Ikkinchisi, Bobur musiqiga oid risola ham yozgan. Uzun she'rlarda sozlar to'g'risida fikrlari ko'p. Shu bilan bu g'ijjaki Boburiy unga ma'qul bo'ldi. Hozir shaxsiy firmasi, tashkiloti nomi ham g'ijjaki Boburiy va shu sozlarga qiziqib bir 10 tacha sozni ixtiro qildim dedi. Tikladim dedi. Ularga hozir mualliflik huquqini olgan ekan. Shu Toshkentdagi tashkilotlar hozir taklif qilib o'sha Toshkentga kelib hamkorlik qilmoqchi ekan. Men bundan xursand bo'ldim. Oldin chiqazgan kitobini men tavsiyam bilan hozir lotin yozuvida chiqazdi. Endi uni inglizchaga ham tarjima qilib qo'ygan. Endi tashkiliy tomonlar bilan endi bu uni masalasi. Umuman men 30 martda Andijonda bo'lib qarindoshlarni ko'nglini so'radim. Keyin kechga yaqin Shomi opam pochcham turishgan uy oldin Shimit ko'chasida edi, hozir Saidov ko'chasi. O'sha 27-xonadonda turdim. Bu yerda hozir jiyanim Rahimaxon turgan ekan va uni jiyani Rahmatilla bor ekan. Men keldim. Soat 4dan o'tganda kelib qoldim. Endi u paytda dam oladigan vaqt emas, chunki bu biz zavol deymiz, shu asr payti, quyosh botayotgan payt. Keyin men bir bozorga borib keldim. Ko'k pomidor, bodring kerak dedi, ularni oldim. Keyin qaytib keldim. Bir shaharni tomosha qilib kelay dedi. Chiqib u joydan o'sha bog'ni oldigacha bo'lgan joyga borib joylar, narsalarni ko'rdim. Endi u yerda ko'rgan narsalardan eng qizig'i, undan ham oldin bir ko'rdim. Kitob kafe ochilgan edi. Lekin bu ko'rganda kitob kafe juda ham gavjum edi. Faqat uni boshiga boshqa yangi firmani
nomi ham yozib qo'yilibdi. Keyin parkka keyin men o'qigan 30-maktabga qarasam, u maktabga oldin SSR xalq artisti bo'lgan Andijondan chiqqan eng mashhur san'atkor Abbos Bakirov nomi berib qo'yilibdi. O'sha katta harf bilan yozib qo'yilibdi. Undan keyin o'sha Alisher Navoiy bog'ini oldida dizaynerlari boshqalarni nimasi yangi o'sha joy ta'mir qilinayotgan ekan. Bu joyni Anderson degan firma tenderda yutgan shekilli. Shu firmani nomi, keyin qilinadigan ishlar hammasi juda zo'r dizayn fotolar bilan, hamma so'zlar ingliz tilida. Men aytdim, andijonliklar inglizini yaxshi o'rganibdi deb o'yladimda. Keyin endi ularni ko'rib xursand bo'lib, lekin ana shu ingliz tilini yonida o'zbek tilida ham berilsa, bolalarimiz, odamlarimiz nimaga yangi ingliz tiliga ko'nikishardi. Undan oldin borganda ham men Andijonda bitta narsani sezdim. Bu bitta Andijon emas, shu Samarqand, boshqa joylarda ham bo'lsa kerak, boshqa rivojlangan mamlakatlar, hatto sharq mamlakatlarda ham o'sha shahar markazlarida, turistik bo'lgan joylarda mashhur firmalar, mashhur shaxslar, boshqalari nomi bo'ladi. Endi Andijonda ham Shodlik degan joyni ko'rdim. Shodlik Grand House. Endi Shodlik degani o'zbekcha, Grand bu fransuzcha, House degani bilishimcha nemischa. Chunki nima qo'yishgan, bu Yevropa tillariga, ingliz tiliga qiziqish yaxshi va shahari markazrog'ida boshqa mamlakatlar shaharlariga o'xshashlik ko'proq. Shahari o'sha soy tomonga o'tganda sal eskicha 3 qavatli, 2 qavatli imoratlar qolgan. Endi ularni ichiga yangi firmalar, boshqalar quryapti. Men ko'rgan firmalardan, menga yoqqanlardan Golden Zoo degan nima yarim yerto'la joyga joylashtiribdi, lekin juda ham yaxshi. Bu jonivorlarga kerakli narsalar do'koni ko'rdim, menga yoqdi. Va umuman Andijonni keyingi paytda o'zgarishlar juda ham katta, zamonaviylashib boryapti. Faqat bir ilmiy xodima Elmira Hasratqulova bilan biza shu Andijon tur degan turistik programma qilish kerak. Shu Toshkentdan yo'lga chiqqanda yo'lda Andijon bilan bog'liq joylar qo'yilsa, masalan, Andijon Kobul viloyatida Bog'i Vafo, Bog'i Safo degan bog'lar qurgan. Bu bog'larning nomi original, boshqa joylarda uchramaydi. Undan tashqari Ahmad Yassaviy bilan bog'liq Turkistonda ko'p joylarda o'sha Ahmad Yassaviyni hikmatlari, yozuvlari bor. Mana shu Toshkentdan Andijonga yo'lga chiqqanda yo'llarda o'sha Bobur she'rlaridan, Bobur hikmatlardan yozib qo'ysa yomon bo'lmasdi. Andijonda ham endi Bobur bilan bog'liq bo'lgan narsa juda ko'p. Bog'i Bobur, Bog'i Shamoldagi Bobur jamoat fondi bor. Bu yerda Bobur haykali, ramziy qabri, kitob muzeyi bor. Endi ular faqat ichkarida, o'sha tashqarilarda ham Boburning she'rlari, boshqalari nima qilinsa. Endi men kitob kafesini ko'rdim, juda ham gavjum. Kirdim, uning ichida 1000 dan ortiq kitob bor. Shu kitob kafesini oldida katta ochilgan kitob qo'yib qo'yishibdi. Bu yerda hadis bor. Imom Buxoriyning ilmdan boshqa najot yo'q degan hikmatli so'zi bor. Boshqalarning fikri, Zahiriddin Muhammad Boburgacha fikrlar berilgan. Endi ana shular kunduzi yaxshi ko'rinib turibdi, oppoq narsa, lekin kechqurunga ham moslashsa nima bo'ladi? Chunki Andijon ham zamonaviy bo'lib, kun kechikirgandan keyin ham soat 12largacha hayot qaynayapti. Mana shu bayram kunlarini ko'rdim. Andijonliklar tadbirlarda, boshqalar hammasi madaniyatli, bir-biri bilan yaxshi munosabatda edi. Endi Andijon aholisi ko'p joy, u joyda yaxshi narsalar ham ko'p, meva, cheva, hayot boshqa. Endi meni eshitishimcha
hozirgi hokim Shuhrat Abdurahmonov judayam harakat qilyapti Zahiriddin Muhammad Boburni hayoti faoliyatini targ'ib qilish bo'yicha va bu yilgi Bobur tavalludi kunlari juda yaxshi saviyada o'tkazilgan deb o'ylayman. Umuman Andijon va Bobur yanada mashhur bo'lishini xohlayman. Kim o'sha Andijondagi kitob kafesini ko'rgan bo'lsa, Andijondagi rivojlanishi, o'sishlarni ko'rgan bo'lsa, o'z fikrlarini aytsa, men xursand bo'lardim. Umuman andijonliklarni, qarindoshlarimni yana bir bor hayit bilan tabriklayman. Ularga baxt, saodat, omad tilayman. Omon bo'linglar.